Navbahor tumanida ichki yo'llarni ta'mirlash ishlari davom etmoqda. Loyiha doirasida 3,5 kilometr masofani asfaltlashtirish ishlari amalga oshirish rejalashtirilgan. Bugungi kunga qadar 2 kilometr masofani asfaltlashtirish ishlari amalga oshirildi. Qolgan bosqichlari ham davom etib boradi. Asfaltlashtirish ishlari mana shu Mamnunmisizlar? Mana shu xalq, mana shu yerda yashayotgan Toshrobod aholisi, Qo'zmontepa ko'chasi, Yoshlar ko'chasi aholisi juda mamnun. Shu paytgacha mana loy ko'chalardan kechib, bog'cha, maktablarga borilardi. Hozirgi kunda mana bir hafta bo'lib qoldi. Hamma xursand. Mana shu ishlarni amalga oshirishda prezidentimizdan bizlar xalqimiz juda ham minnatdormiz. Ta'mirlash ishlari Navbahor tumani yo'llardan foydalanish davlat muassasasi tomonidan belgilangan me'yorda olib borilmoqda. Jarayonda 20 nafar ishchi xodim va 10 ta maxsus texnika jalb qilingan. Hozirda ishlar jadallik bilan davom etmoqda. Mazkur ishlar hudud aholisi uchun qulay va xavfsiz harakatlanish sharoitini yaratish, ichki yo'llar holatini yanada yaxshilashga xizmat qiladi.